hurmatli prezident, men Gulxumar Jaxslikova, hozirda Eliot Umidi stipendiantiman hamda AQShning Nyu-York shtatida joylashgan Stony Brook universitetining jurnalistika yo'nalishi bo'yicha 2-bosqich talabasiman. Bilasizmi, hurmatli prezident, bir paytlar Amerikada o'qiyman desam menga hech kim ishonishmagan. Chunki albatta chekka qishloqning, oddiy oilasining yana 5 ta qiz farzandning orasida ulg'aygan bir qizning Amerikada o'qishi bu imkonsizdek narsa edi. O'tgan hafta shu jurnalistika bitta professorimga Eliot Umidi haqida aytganimda dars jarayonida gap ketuvdi. Juda ham hayron qolgan. Shunaqangi ham mamlakat bormi? Hamma narsasi, hattoki ichib yeyishni, bu yoqqa kelish-ketishingizni qoplab beradigan mamlakat bormi? Sen bu haqida albatta universitetimizning jurnaliga maqola yozishing kerak deb menga tayinladi va uni men kecha yozib topshirdim. Universitetdagi jurnalda maqola chop etiladi. Hurmatli prezident, bizning jaslarga bergan izningiz hamda cheksiz imkoniyatlaringiz uchun butkul O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston jaslari adnan sizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Gulxumar qizim, mana shunday jo'shqin, yuragi porloq Qoraqalpoq qizim bor ekan, men g'ururlanaman. Qizim, iloyim sizni baxtingizda kamolni ko'rish menga ham ota-onangizga o'xshab nasib qilsin. Bugun ota-onaga zavon qilib ayting, rahmat deb aytdi, prezidentim deb ayting. Sog' bo'ling.